biroz o'tirdim. Birinchi PUBG boshlagan paytlarim esimga tushib ketdi. O'rtalarim bilan bitta uyga yig'ilib PUBG o'ynardik. Ularning hammasini o'zlarining telefonlarida. Ularning zaryadi 4 soatga, 5 soatga ketsa, meniki yarim soatga qolmasdan o'chib qolardi. Bu ham bo'lsa meni telefonim emas edi. Ayamda eski Avonis degan telefoni bor edi. O'shanda olib iltimos qilib, ruxsat so'rab o'ynardim. U ham yarim soatga bormasdan o'chib qolardi zaryadi. Lekin shunda ham hamma o'rtoqlarimni TDMda yutardim. Men shularga aytdim, men xudo xolasa degan, ular meni shunday qilgan. Sen ayang telefoni, sen 10 FPS o'ynaysan, bizda 60 FPS, o'zimiz telefonimiz bor. Sen bizni yutsang ham shunaqa deb gapirardi. Men shunda ularga va'da berganman. Xudo xolasa deganman, iPhonening eng oxirgi modellarini olaman. O'zimga kompyuter yig'diraman, streamer bo'laman, meni hamma taniydi deb va'da berganda ular meni ustimdan kulgandi. Endi malalayapsan, kim ham bo'la olasan? Oddiy 10 FPS o'ynab ketdi. Meniki yarim soatga qolmasdan. U ham bo'lsa meni telefonim ayamda eski Avonis degan telefoni bor edi. O'shanda olib iltimos qilib, ruxsat so'rab o'ynardim. U ham yarim soatga bormasdan o'chib qolardi zaryadi. Lekin shunda ham hamma o'rtoqlarimni TDMda yutardim. Men shularga aytdim, men xudo xolasa degan, ular meni shunday qilgan. Sen ayang telefoni, sen 10 FPS o'ynaysan, bizda 60 FPS, o'zimiz telefonimiz bor. Sen bizni yutsang ham shunaqa deb gapirardi. Men shunda ularga va'da berganman. Xudo xolasa deganman, iPhonening eng oxirgi modellarini olaman. O'zimga kompyuter yig'diraman, streamer bo'laman, hamma taniydi